Kal sichqon. O'ynab yurgan sichqoncha dalada to'kilgan bug'doylarni qopga terib soldi. Qopni tegirmonga olib bordi. Tegirmonda bug'doydan un tayyorlandi. Sichqon undan xamir qordi. Tandirda non yopdi. Nonning xushbo'y hidi butun dalaga tarqadi. Gulzorda yurgan Ninachi kapalak issiq non isidan sichqonning inini topib keldi. Sichqon dasturxonga non qo'yib ularni mehmon qildi. Ninachi va kapalak do'stining pazandaligini qoyil qoldi. Sichqonga mehmondorchilik uchun rahmat aytdi. Shundan buyon sichqon xursand bo'lib daladan bug'doy terib yurarkan. Barakalla, olqishlaymiz. Sog'lom tishlar. Qizcha 5 yoshda shirinliklarni juda yaxshi ko'radi. Shirinlik yeb tishi og'rib qoldi. Onasi uni tish shifokoriga olib bordi. Tish shifokori qizchani tishlarini ko'rib, shirinlik ko'p yeganini sezdi. Tish shifokori og'ritmasdan tishlarini bir zumda davoladi. Tish pastasi bilan tishlarni kuniga 2 mahal yuvishni aytdi. Ko'p shirinlik zarar ekanligini tushuntirdi. Sut, kefir, yogurtni tishlarga foydasi haqida gapirib berdi. Qizcha tish shifokoriga rahmat aytib jilmaydi. Kalsiyga boy mahsulotlarni yeyishni kanda qilmadi. Qizchaning tishlari sog'lom tishlarga aylandi. Barakalla, ofarin, olqishlab qo'yamiz. O'ylab yurgan sichqon dalada to'kilgan cho'plarni qopga terib soldi. Qopni tegirmonga olib bordi. Tegirmonda sho'xlardan un tayyorlab, sichqon undan xamir qordi. Tandirda non yopdi. Nonning xushbo'y hidi butun dalaga tarqadi. Gulzorda yurgan Ninachi va kapalak issiq nonning izidan sichqonning uyini topib keldi. Sichqon dasturxonga nonni qo'yib ularni mehmon qildi. Ninachi va kapalak do'stining pazandaligiga qoyil qoldi. Sichqonga mehmondorchilik uchun rahmat aytdi. Shundan buyon sichqon xursand bo'lib daladan sho'xlarni terib yuradi.